Ana aziz do'stlar, yangi tarif bitkizib oldik. Sizlarga bir qator obzor qilib o'tamiz. Bu razvalkamizga rus aksollardan uстановка qildik. EPA umni nasoslardan qo'ydik. Bu yosh katta anaqalar uchun ham 5 shumli ovoz uncha chiqmaydigan zo'r nasoslarimiz yangi chiqqan, zamonaviy. Bu 80 ta rus aksolarimizdan o'rnab berganmiz. Xudo xolasa tepasiga 1 tonnali yonkish bilan suv filtrlarini ham qo'yib, xudo xolasa cho'tka qilib berganmiz. Mashinalarga spotlar qo'yib ketdik. Batlarga elektrositlarni ham asosiy yig'ib berdik, chiroyli qilib. Hozirgi ko'chatlarni adrenalin orqalarigacha yonib o'chadigan qilib chiroyli qilib berdik. Qog'ozlagan joylari umni muntazam o'rnatib berganmiz. Tartibli, sensorli bizlar ochib ketadigan buklarigacha bor. Dushovoy zonasi antenna qilib, dushovoy zonasi ham xudo xolasa chiroyli qilib berganmiz mana. Ko'rib turibsizlar. Adidnoviy ishlargacha qo'yib, xudo xolasa. Ikkala xonamiz ham pollari to'pli pol qilinib, chiroyli qilib qilinmagan, o'zi isiydigan qilib, xudo xolasa sistemasi to'pli poldan bo'lgan, faqat ko'rib ko'rasizlar, cho'tka qilib chiqqan. Ularlari bilan hamma yo'q, stechkalari, pollari bilan. Bu xomovimiz uy ichiga qilingan asosan, bu yerdan uy ichiga kirib ketiladi. Mana bu tomondan tashqariga chiqib ketiladigan xoti bor. Tashqariga chiqib ketiladigan xoti bu tomondan.